даже oddiy borku, mana men bu men iqqatman deydi-ku qizi. Mana bu testni ko'rsatadi-ku, korobkaga solib, ota-onasiga bundoq bergan joylari bor-ku, ular tushunmasdan ota-onasi bundoq korobkani ochsa, kichkina bolachani tapichkasimi yo to'qilgan paypoqchasi turgan paytidagi reaksiyasini ko'ring siz. Ota-onani o'sha paytda erkaklar mashinaqasiga yuzini nariyoqqa borib, mashinaqasiga yig'layotgan. Bu yoqda onasi sakraydi. Debdi. Men qarab turaman deb tavba qildim. Haqiqiy samimiy odamlar shu kichkina bitta paypoqchani ko'rib, meni qizim iqqat ekan yoki meni kelinim iqqat ekan deb qanchalik xursand bo'ladi. Qarang, bizdachi. Bizda o'sha emotsiya ham yo'q. Aytishingiz mumkin. Biz uyalamiz ko'rsatishga deb. Lekin nafratni ko'rsatamiz-ku. Qanchalik yomon ko'rishimizni, ensamiz qotib, kim bu xotin deyishni ko'rsata olamiz-ku. Lekin muhabbatni ko'rsata olmaymiz. Nima uchun? Sababi yo'q, muhabbat bizning ichimizda qolmagan. Nafrat deganing oshib, toshib, mana shunday og'zingizdan to'kilib yotibdi. Muhabbat yo'q. Chet elda bor. Nima uchun chet elda bor? Ularni Alloh ko'proq yaxshi ko'radimi? Yo'q. Hammamiz birdek yaxshi ko'radi Alloh taolo. Prosta ularning qalbi toza. Ular samimiy. Shuning uchun ham ularda muhabbat ham bor, boylik ham bor, samimiylik bor, baraka bor, hamma narsa bor. Bizda ikki yuzlamachilar ko'p. Samimiylik yo'q bizda.